Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq va suv xo'jaligi muhandislarini tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori yuzasidan muntazam ravishda mana biz professor o'qituvchilar bilan suhbat olib boryapmiz. Prezident qarori istiqbolimiz iqrori deb nomlangan ushbu rukundagi ko'rsatuvimizning navbatdagi mehmoni professor Masharif Ro'zmetovich bo'ladilar. Xush kelibsiz. Prezident qarorida shunday bir alohida uqtirilgan joy bor. Mana 6-punktda Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda sohaga oid muammolarni o'rganish va ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish uchun Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash Muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti kafedralarini hududlarga biriktirish qayd etilgan va jadval ham ishlab chiqilgan. Shu munosabat bilan o'zingizni mulohazalaringizni bildirsangiz, marhamat. Rahmat. Hakikaten karar o'z vaqtida chiqqan deb hisoblayman. Chunki mana shu nazariy ta'lim bilan amaliy ta'limni uzviy olib borishga qaratilgan chora-tadbirlar hisoblanadi. Shu munosabat bilan demak uzluksiz amaliyot o'tkazish rejasi ishlab chiqilgan va viloyatlarga kafedralarimiz biriktirilgan. Shu jumladan bizning gidrotexnik inshootlari muhandislik konstruksiyalari kafedrasi 5 ta viloyatga biriktirilgan. Asosiy maqsad mana shu viloyatlardagi bo'layotgan bugungi kundagi qurilish ishlari, izlanish ishlari, gidrotexnik inshootlardan foydalanish ishlarini ilmiy ravishda yondashgan holda o'rganish va shularni yaxshilash bo'yicha demak tavsiyalar berishdan iborat asosiy maqsad. Bugungi kunda bitta guruh talabalarimiz Namangan viloyatida nasos stansiyalarini qurilishida, kanallarni betonlashda qatnashyapti, ham Jizzax viloyatida. Ular demak o'sha amaliyotni uzluksiz davom qildirishadi va o'sha betonlash texnologiyasi, uni qanday bajarilishi da to'g'ridan to'g'ri demak qatnashadilar. Bundan tashqari shu qarorda demak talabalarni amaliyot davrida ularga demak oylik berish, 3 marta ovqat bilan ta'minlash hammasi qayd etilgan va nima qilingan. Bu ham albatta talabalarni ishga bo'lgan munosabatini yaxshilaydi va kelajak olgan maoshlarini o'zini demak xarajatlarga ishlatishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham mana viloyatlarda demak viloyat hokimini qishloq va suv xo'jaligi bo'yicha ilmiy maslahatchisi bu juda katta mas'uliyatda. Qaror keng qamrovli ekanligi bilan alohida ajralib turadi. Mana e'tibor bering. Global iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi sharoitida melioratsiya va suv xo'jaligi bo'yicha zamonaviy yondashuvlarni va ularning ilmiy amaliy asoslarini ishlab chiqish, raqamli texnologiyalar asosida ilg'or tadqiqotlar olib borish, tarmoq, korxona, oliygoh, barqaror uzluksiz ta'lim tizimini yaratish orqali mehnat bozorida raqobatbardosh, bilimli va salohiyatli muhandis kadrlarni tayyorlash masalasi qarorning mazmun mohiyatini va asosini tashkil etadi. Demak, bana o'sha siz e'tirof etgan kafedra, fakultetni bu borada qilayotgan ishlari nihoyatda muhim. Endi yana bitta jihatda oldin ham xuddi shunday yo'nalishda qaror e'lon qilingan edi. Kadrlar tayyorlash sifati bo'yicha. Bu qarorning mazmun mohiyati undan qaysi jihatlari bilan farq qilishi mumkin? Marhamat. Rahmat. Albatta irrigatsiya meliorasiya sohasida bir nechta qarorlar chiqqan, shu jumladan kadrlar tayyorlash masalasida ham mana shu muhandis kadrlarni tayyorlash
bizi nimalarimiz, yo'nalishlarimiz bo'yicha demak bu qaror ham nima qilingan, keltirilgan. Oldingi qarorlardan asosiy farqi men o'ylayman, mana shu har bitta topshirilgan tadbirni demak iqtisodiy jihatdan asoslanganligi. O'sha demak talabalar agar amaliyotga boradigan bo'lsa, ularni haq beradigan ishlarga joylashtirish va shu bordi keldisini demak transport xarajatlarini qoplash ham kundalik xarajatlarini qoplash davlat tomonidan amalga oshirilgan. Bu narsa albatta motivatsiya beradi hamma nimalarga. Keyin aytganingizdek muhandis kadrlarni tayyorlash oldin ham aytilgan bo'lsa, bu gal yanada tubdan takomillashtirish masalasi qo'yilgan va siz aytgandek iqtisodiy imkoniyatlari ham aniq ravshan ko'rsatilgan. Albatta mana shu nazariy olingan bilimlarni amaliyotni o'zida qo'llab o'z qo'li bilan bajarsa butun texnologik jarayonda deganda men aytaman, o'sha inshootni qurish uchun loyiha qidiruv ishlarini olib borish, undan keyin demak o'sha loyiha qidiruv natijalari bo'yicha demak loyihalarni bajarish, to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarish loyihalash tashkilotlarida, undan keyin demak o'sha qurish qilingan loyihalarni demak qurish ishlarida va ulardan foydalanish, qurilgan inshootlardan foydalanish jarayonida to'g'ridan to'g'ri talabalar qatnashadi. O'qish mana shu amaliyotlar davrida, bu esa mana shu muhandis kadrlarni tayyorlash sifatini oshiradi degan umiddaman. Rahmat. Bashar Ro'zmetovich, demak mana shu harakat sifat, samara va natijadorlikka yo'naltirilgani bilan alohida ajratiladi. Mana 5-bandda ilmiy maslahatchilarning suv xo'jaligi sohasida amalga oshiriladigan tadbirlarning ilmiy yechimiga qaratilgan yo'l xaritasi aniq ko'rsatilgan. Demak, qanday qilib buni amalga oshirsak juda katta foyda beradi degan mazmunda. Sizga katta rahmat. O'zingizning mulohazalaringizni bildirganingiz uchun hamisha sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizga.